Mana bu bemorimiz 2 oylik bola, ko'rib turibsizlar, ingalyatsiya 4 kun olishgan va bundan keyin mana rentgeni pnevmoniya bo'lgan. Chaqaloqlarga prosta tak ingalyatsiya mumkin emas. Nimaga? Chunki siz quruq yo'talda prosta ingalyatsiya qilgan paytingizda u balg'amni ko'paytiraveradi. Balg'am ko'paytirgan paytda chaqaloqlar balg'amni tuflay olmaydi va sliz ko'paygan sari u asta-sekinlik bilan o'pkaga o'tishni boshlaydi. Bunda mana sliz to'planib ketganini hisobiga уже pnevmoniyaga o'tgan, xirilashlari bor, g'ichirlashi bor, rentgenda ham pnevmoniya chiqyapti. Mana ko'rasizlar, втяжение bilan nafas olyapti mana. Qo'shimcha mushaklar ishtirokida. Agar balg'am slishim ko'payib ketadigan bo'lsa, уже ko'karishni boshlaydi. Balg'am ko'paygan sari уже sekin-sekin chiqara olmaganidan, shamollash protsessi ham kuchaygandan, sekin o'pkaga o'tganidan bolalarda nafas olish ham qiyinlashadi. Bolalar nafas olishga qiynalganligi sababli miyaga kislorod yaxshi yetib bormaydi va gipoksiyani kuchayish natijasida bolalarda bezovtalik ham kuchayadi. Shuning uchun men chaqaloqlarga ingalyatsiya qilishni tavsiya bermayman. O'zingizlar ingalyatsiya qilib balg'amni ko'paytirmanglar. Agar yo'tal ko'payadigan bo'lsa, lutfi tekshirib, keyin lecheniya qilishni tavsiya beraman.